Dachaga kelgan edik. Damagandan hozir hovlisiga chiqib bitta narsani ko'rib qoldim, xatoni. Ya'ni pavlovni ekib qo'yishgan, kim ekan bilmayman, ishqilib. Bunaqa tor joylarga bunaqa pavlovni ekib bo'lmaydi. Hozir men sababini aytib o'taman. Chunki mana hozir bu kattalashgandan keyin ildiz sistemasi o'g'rimalaydi. Mana bu burishayotganini ko'taraveradi keyinchalik. Hozir turaversa bu ko'taraveradi, ikkinchisi bor, uchinchisi bor. Hammasi ko'taraveradi-da. Hamma yon rasvo qiladi. Bu bir. Men o'rtaga eksacha, o'rtaga eksang ham bo'lmaydi. Bu yoqqa ketib qoladi. Keyin kattalashadimi? Hamma tom baravar bo'ladi, baribir. Hamma shoxlarni ko'rasizlar, shoxlari ham tarvaqaylab ketib, polni yopib tashlaydi, vidini buzadi. Kamera qo'yib qo'ygan ekanlar, keyin bu yoq ko'rinmay qoladi. O'shanga bunaqa pavlovniyalarni qanaqa joylarga ekiladi? Asosan kengroq joylarga ekilsa, misol uchun mana yoqqa eksa, hovlini salqin qilib turadi va vidini chiroyli qilib ochib beradi. Shunaqa gaplar.